Oila bilan yashash uchun eng yaxshi mamlakat qaysi? Ushbu 10 ta top mamlakat ta'lim sistemasi, tibbiyot hamda xavfsizlik bo'yicha tanlab olingan. 10-o'rinda Avstriya. Juda ham tinch bo'lgan, yaxshi o'quv sistemasi va tibbiyotga ega bo'lgan davlat. 9-o'rinda Yangi Zelandiya. Ko'pchilik o'zbeklar bilmaydigan, kamroq boradigan, juda ham tinch bo'lgan va yaxshi tibbiyotga, o'quv sistemasiga ega bo'lgan davlat. 8-o'rinda Avstraliya. Juda ham katta bo'lgan, lekin kam aholiga ega bo'lgan, ko'p ishchi kuch talab qiladigan va tinch bo'lgan mamlakat. 7-o'rinda Gollandiya. Juda ham kichik bo'lgan, jo'shqin bo'lgan, yaxshi o'quv sistemasi, tibbiyotga ega bo'lgan davlat. 6-o'rinda Kanada. Yaxshi o'quv sistemasiga, yaxshi tibbiyotga, lekin ozgina sovuq bo'lgan mamlakat. 5-o'rinda Shveysariya. Juda ham qimmat, eng zo'r o'quv sistemasi, eng yaxshi tibbiyotga ega bo'lgan davlatlardan biri. 4-o'rinda Finlandiya. Juda ham sovuq, eng zo'r o'quv sistemalaridan, eng yaxshi tibbiyotlardan biriga ega bo'lgan davlat. 3-o'rinda Norvegiya. Finlandiyaning do'sti. 2-o'rinda Shvetsiya. Yana bu ham Finlandiyaning do'sti. 1-o'rinda Daniya. Dunyodagi eng baxtli mamlakat deb topilgan, ozgina sovuq, okeanga nisbatan yaqinroq, hamda yaxshi o'quv sistemasi, yaxshi tibbiyot va xavfsizroq bo'lgan davlat. O'zbekiston bilan mana shu 10 ta davlatdan qaysi birini joyini almashtirgan bo'lardingiz? Kommentda qoldiring.